Resli tomonda hozir bitta xonadonga keldik. Mana shu sistemalarni to'g'irlab, xudo xolisa, ham katyol o'rniga o'sha to'plig'omni katyoldan qo'yishimiz kerak. Bu katyol o'zimizda yasalgan importni katyol emas. Xitoy avtomat miya turibdi, ichimizdan ishlangan deyishdi bu katyolni. Katyolni olib tashlab turib, o'rniga 325 gibridimizni qo'yishimiz kerak. Sistemada ham ozgina xatolik bor. Bitta nasosga o'tkazib ketilgan hozir. Hozir biz mana 3 ta kontur bo'ladigan bo'lsa, 3 ta konturga alohida nasos qo'yib, ikkiga bunga pogrужной termostat qo'yamiz. Topli polga через pogrужной termostat orqali ishlaydigan bo'ladi. Расширительный bachokka olib tashashgan. Bunaqa holatda, lekin sistema ishlashi juda qiyin. Importli katyollarda orqasida o'zi расширительный bachok bo'ladi. Bu samodельныйda umuman расширительный degan narsa yo'q. Shu narsalarga e'tibor berib qilishsa, ustalar xudo xolisa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha mana bu soldatskiy krallar ham yetib kelgan, bularni ham alishtirib, xudo xolisa chiroyli qilib egasiga topshiramiz. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol to'plidomga murojaat qilaverasizlar. Orada ham titanium to'g'irlab olish kerak. Bardak qilib chiqarib tashlagan.